Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar, hurmatli rahbarlarimiz va bu safar ko'mon a'zolari va qarindoshlarimiz. 6 yillik Hurral bokschi futbol musobaqasiga kelib qaytgan mehmonlarga ko'p rahmat aytamiz. Hozir ko'mon a'zolarimiz menga bildirgan klubga jarayonlar butun ko'monni qisqacha tushuntirib o'taman. Oniyor komandasi 2014-yil Misrda bo'lgan bo'lib, Oyana o'tsinga Zayda To'xtamon munofiq o'tkazilgan biri. Oniyor komandasi 2018-yildan buyon Turkiyada o'tkazilayotgan Hurral boksida 3 qitim chempionlikka erishgan bo'lib, bu loyihaga eng ko'p erishgan tarixiy eng uzun va kuchli komandalardan biri hisoblanadi. Alqish! O'zlaringiz qo'shing. Ikkinchi komanda Aynak komandasi. 2018-yilda Istanbulda qurilgan, hozirgacha Turkiyada o'tkazilayotgan Hurral boksi va Sharqiy Turkiston o'smirlar boksi qatorli musobaqalarga qatnashib, bir qitim chempionlik 2 va 3 larga erishgan. Aynak komandasi Turkiyadagi Uyg'urlar orasidagi kona va amaliy kuchi yuqori komandalarning biri hisoblanadi. Ba'zi komandalar adam oz bo'lishi mumkin, ba'zi sabablardan ko'riladi. Uchinchi komanda O'quv Uyg'ur komandasi. 2018-yilda Istanbul qurilgan bo'lib, shu vaqtdan beri izchillik bilan yoshlar va o'smirlarni ko'p musobaqalarga izchil qatnashib kelmoqda. O'quv Uyg'ur komandasi oldingi yillar Hurral boksining chempioni bo'lib, bu loyiqani olgan sanoqli komandalarning biri. O'quv Uyg'ur komandasi amaliy kuchi yuqori komandalardan hisoblanadi. 4-komanda Udun komandasi 2019-yilda Istanbulda qurilgan, amaliy kuchi yuqori komandalardan biri bo'lib hisoblanadi. Udun komandasi bu yilda musobaqaga ko'ngli kuchli komandalardan bo'lan komandasi bilan birlashib qatnashadi. 5-komanda Teknomakan komandasi 2019-yilda Istanbulda qurilgan bo'lib, shu vaqtdan beri Hurral boksi futbol musobaqasiga qatnashib kelmoqda. Vaqtida musobaqadagi amaliy kuchi yuqori komandalar hisoblanadi. 6-komanda Qalb Boshlar komandasi 2018-yilda Istanbulda qurilgan bo'lib, shu vaqtdan beri o'tkazilib kelayotgan barcha musobaqalarga izchillik bilan to'liq qatnashib kelmoqda. Yettinchi komanda Sayran komandasi 2021-yilda Istanbulda qurilgan bo'lib, shu vaqtdan beri Hurral boksi musobaqasiga qatnashib kelmoqda. Sayran komandasi Ismoilov. 8-komanda Birgul komandasi. Bu musobaqaga turli qatnashayotgan komanda bo'lib, tanqid yoki Ismoilovni topgan kuchli komandalar hisoblanadi. 9-komanda Yo'l komandasi. Bu musobaqaga turli qatnashayotgan komandalardan biri bo'lib, ikki musobaqalar bilan tomoshabinlarga huzur berdi. 10-komanda Palvon komandasi. Bu musobaqaga turli qatnashayotgan komandalar bo'lib, ikki musobaqalar bilan tomoshabinlarga huzur berdi. 11-komanda Başakşehir komandasi. Bu musobaqaga turli qatnashayotgan komandalar bo'lib, musobaqada eng kichik komandalar hisoblanadi. 13-komanda Buxar komandasi. Bu musobaqaga turli qatnashayotgan komanda bo'lib, kampir joy ismlaridan taqdirlangan kuchli komandalar hisoblanadi. Bu komanda a'zolariga olqish berdi. Endi bu musobaqaning ichilishini boshlab ketamiz. Ve içiliş Şarkı Türkistan Devlet Marşı ve Türkiye Marşı'nın başlaydı. Tam tercüme.
Endi ichilish murosimimizni boshlab ketsak va so'z qo'yish uchun Shayx Turkiston Tantarbiya va taraqqiyot jamiyati raisi Imom Hasan O'zturiq qarindishimizni qizini olqishlar bilan mushaga tashqi. Qani marhamat.